Muzaffar aka bojxona omboriga keldik ham hozir. Afg'onistonda. Nima sababdan? Bu yoqda Bu yerda shunaqa masalalar ko'tarilyaptiki, mana bu semenlar, Aha, un, semen. don, oziq-ovqat mahsulotlari Afg'onistonda O'zbekiston mahsulotlari hozir. Aha. Shu yerdacha jo'natyapmiz shu yergacha, lekin u yog'i nima bo'lyapti? Shu masalalar, muammolarni ko'rgani keldik. Qani xaridor, o'zimiz gaplashaylik shu bilan. O'zi kim bilan ishlayapmiz? Qanaqa bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Masalan, muammo hammasi tadbirkor, shu yuklarni jo'natgan qora ko'zlar shular. Ko'raylik, mana ko'rsating, qarang. Konsepsiya ko'rmoqchilar-da bular. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, tinchsiz? Bu yoqda hozir biz kino siymat qilyapmiz. Aynan Afg'oniston bo'yicha sayohatimiz bo'yicha bu yoqda kino ketyapti. Ular kuzatib boringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Ombor juda ham katta ekan lekin. Videolar o'zi qiziq bo'lyaptimi? Bu narsa yozib boringlar kommentariyada.